Bu yilgi oltin to'p rostdan bahsli ko'rinyapti, chunki favoritlar bir-biriga yaqin va o'lchovlar ham o'zgarib ketdi-da. Mana misol uchun oltin to'pni individual sovrin deb olib qarasak, u holda Mbappe olish kerak, chunki Mbappe 3 ta katta turnirda eng yaxshi to'prar bo'ldi. Lekin do'stlar, futbol bu jamoaviy sport turi va Mbappe 2 yildan beri jamoaviy hech qanday sovrin yutayotgani yo'q va baribir ana u tepadagilar ovoz berish jarayonida bu jihatni ham hisobga oladi deb o'ylayapman. Deylik oltin to'pni mavsumiga berish kerak deyilsa, u holda Harry Kane haqli, chunki Kane fenomenal mavsum o'tkazdi, lekin bilamiz oltin to'pda bitta kriteriya qo'shilgan. Bu katta o'yinlar masalasida va Kane'da bu yil ikkita katta o'yini bo'ldi. Biri PSG bilan, ikkinchisi Argentina bilan. Mana shu o'yinlarda biz Kane'ni yo'qotib qo'ydik. Shularni hech yo'q bittasida finalga chiqdi. Hech qanday savol qoldirmasdan oltin to'p masalasida. Aytaylik, oltin to'pni sovrin yutganga beramiz deyilsa, u holda Yamal yoki Rodri oladi. Lekin deylik, France futbol to'satdan fikrni o'zgartirib, yorqin o'ynaganga beramiz deyilsa, tan olib aytaylik, Yamal ola olmaydi, chunki Yamal u qadar yorqin turnir o'tkazmadi. Biz uni Barselonadagi yoki Yevropa chempionatidagi yorqin o'yinlarini ko'rmadik. Boisi u tizimni bir bo'lagi o'laroq jamoa uchun o'ynadi. Buni intervyularda o'zi ham aytib o'tdi. Va oxiri mehnat qilganga beramiz deyilsa, u holda Rodri oladi do'stlar. Chunki Rodri dunyoning eng zo'r markazi deyilayotgan Portugaliyani, keyin yovvoyi Fransiyani va finalda Argentinani